Hürmetlik vatandaşım, endili tübendeki leksiyani bu mavzunu tepsili ve köngül koyup anlaşınızını ümit kılıman vatandaş. Şunlaşka bu haberini bu leksiyelerimden ahırga koydum. Başlayman emsi vatandaş. Prezident Vladimir Putin Yaponiya bilen uruş halatını ahırlaştırıp tinchlik shartnomasi imzolash to'g'risida taklif berdi. Mavzuli xabar 9-ayning 13-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. Mo'sha yil oxirigacha Yaponiya bilan shartsiz rasmiy tinchlik shartnomasi imzolab, Ikkinchi Dunyo urushidan qolib qolgan dushmanlik munosabatlarini oxirlashtirishni umid qilaman. Ikkinchi Dunyo urushi oxirlashib 73 yil o'tgandan keyin bu ikki davlat Yaponiya va Rossiya Federatsiyasi yanala urush holatida turgan davlatlar edi. Chunki 4 dona Tinch okean orollarining tabaligi masalasida ikki davlat o'rtasida egilik huquq talash tortish saqlanib keldi. Prezident Vladimir Putin haftaning 3-kuni, ya'ni Chislaga 12-kuni Vladivostokda o'tkazilgan iqtisod munbirida mundaq ko'rsatdi. Biz tinchlik kelishimi imzolayli. Biz bundan keyin mushu tinchlik shartnomasi asosida do'st davlatlarga aylangan bir sifatda o'tirdiki, ixtiloflarni davomli muhokama qilishayli, maslahatlashayli. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe mundaq ko'rsatdi. 70 yildan ortiq vaqt o'tgandan keyin tinchlik shartnomasi imzolamaslik normal bo'lmaydi. Yaponiya vaziri yana mundaq ko'rsatdi. Yaponiya va Rossiya Federatsiyasi Prezident Vladimir Putin va men Shinzo Abe pozitsiyamiz birdek. Biz o'tirimizdagi territoriya talash tortishini hal qilish irodasi keldik. O'tirimizdagi territoriya talash tortishni hal qilish irodasi keldik. Yaponiya hukumati ichida bir amaldor mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning maydoni o'zgarmadi. Shimoldagi 4 orolning egilik huquqi masalasi avval hal qilinishi kerak. Undan keyin Rossiya Federatsiyasi bilan har qanday shartnoma imzolashga bo'ladi. Sobiq Sovetlar Ikkinchi Dunyo urushi oxirlashganda Hokkaydo orolining shimolidagi, Saxalin orolining sharqidagi 4 orolni egallab oldi. Rossiya bu orollarni Chandao deb ataydi. Buning Rossiya ismi yo'q ekan. Shu Xitoycha Chandao deb oldim, men shunda shu ismni ishlatdim. Yaponiya bu orollarni shimoldagi 4 orol deb ataydi. Hozir bu orollarni Rossiya tizginlab turibdi. Yaponiya qaytarib berishni talab qilyapti. Bu orollar intayin zo'r boylik bor hamda kam uchraydigan metallar zapisi bor. Yaqin atrofda biliq dengiz mahsulotlari intayin mo'l orollardir. Prezident Vladimir Putin bilan vazir Shinzo Abe 20 necha qatim ko'rishib, bu territoriya talash tortishini muhokama qilishgan edi.
Prezident Vladimir Putin bilen Vezir Shinzo Abe Yaponiyanın veziri 20 neç qitim görüşüp territoriya talaş tartışını muhakeme qilishgan edi. Yaponiyanın veziri Shinzo Abe bu arallarını birleşme iqtisad rayini deb belgilash to'g'risida taklif bergan. Bu tadbir belki egilik hukuk talaş tartışının hal buluş manzurisiga elib kirishi mumkin. Bu xabarni anglag'aningizga rahmat vatandoshim. Endi tuvanda muhokamalik va muhokama tadqiqotimizni boshlaymiz. Qanday turan efendi dikkat qilin ma xabar gücü bu.